Assalomu alaykum parrandashqibozlari, YouTube kanalimiz a'zolari. Xudo xohlasa bugun yana kichkinagina obzorcha qilamiz jo'jalarimiz haqida. Andijon qora jo'jalari, hammasi sog'lom, yirik jo'jalar, 2 oylik jo'jalar. Xudo xohlasa sotuvda bor. 800 ta chiqarganmiz sotuvga. Narxlari 42 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa bemalol chiqaverasizlar. YouTube kanalimizga like, podpiskani bosib qo'ysanglar, har doim chiqargan yangi foydali videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar do'stlar. Mana jo'jalarimiz ichkarida ham bor. Ularni ham bir ko'rsatib o'taman. Bu yoqda ham bor jo'jalar. Har bitta kreditamiz ichida ham jo'jalarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol chiqaveringlar. Like, podpiskani bosib qo'yinglar. Jo'jalarimiz 2 oylik, bir-biridan chiroyli jo'jalar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz do'stlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar, 10 ta, 20 ta, 50 ta, 100 ta, 500 ta, 800 tagacha zakaz qilishlaring mumkin. Do'stlar, hammaga rahmat. Videoning pastida telefon nomerlarimiz bor. Telefon nomerimiz Telegram, WhatsApp, imo ulangan. Kimga qaysi messenger qulay bo'lsa, o'sha messenjerdan yozsalaring bo'ladi.